Assalomu alaykum. Bizning avvalgi videomizda diabetga qarshi foydali bitta mahsulot haqida gaplashgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rib chiqing. Bugun esa diabetga zararli nonushta haqida gaplashamiz. Ehtiyot bo'ling, bu xatolikni har kuni qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Shirin choy, non, asal yoki murabbo. Bu kombinatsiya diabet uchun juda xavfli. Nonning o'zi ham oddiy uglevod, ustiga shirinlik qo'shiladi, bu esa qondagi shakarni tezda oshiradi. Natijada qonda yuqori shakar va insulin darajasi o'zgarishi boshlanadi. Yana bir zararli nonushta bu tayyor kukilar yoki qadoqlangan nonushta mahsulotlari. Masalan, cornflakes. Ushbu mahsulotlarda yashirin shakar va sun'iy qo'shimchalar juda ko'p bo'ladi. Ularni tezda yeb yuborsangiz, qondagi shakar darajasi keskin oshadi. Faqat mevalar bilan nonushta qilish ham diabetga zararli bo'lishi mumkin. Mevalar tarkibida tabiiy shakar bor, lekin ular faqat uglevodlardan iborat. Meva bilan birga oqsil yoki yog'ni qo'shmaslik glyukoza darajasining tezda o'sishiga olib keladi. Diabet uchun eng yaxshi nonushta bu tuxum, sabzavotlar yoki tabiiy yogurt bilan bo'ladi. Agar siz bu videoni foydali deb hisoblasangiz, izohlarda fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'ling. Salomat bo'ling.